Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videorolikimizda biz sizlarga quyon so'yish hamda undan tayyorlanadigan immunitetga boy sho'rvani tayyorlanish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Hammaga ma'lumki, bu quyon go'shti azaldan immunitetga boy, barra yog'siz, xolesterinlarsiz bo'lgan go'sht sanaladi quyon go'shti. Bugun biz siz bilan buni so'yish hamda tozalash va undan tayyorlanadigan taomlarni ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, tomosha qiling. Mana bunday bir chekkaroq toza hududni ozgina kovlab olib, mana shu yerda amalga oshirganimiz yaxshi bu ishlarni. Quyonni imkon qadar chiroyli aldab olib, aldab-suldab sekin amalga oshiramiz. Mo'miqjon joylariga o'sha maxsus oldindan tayyorlanib olingan joylarga ikkita simma tayyorlab olamiz. Chunki quyonni orqa ikkita oyog'ini mana shunga simlarga baylaymiz. Ya'ni ich a'zolarini tozalash uchun. Bu quyonni demak endi tozalash sirlari eng oson va tozalanadi. Ya'ni terisini tanasidan olib tashlashimiz kerak. Demak bunda imkon qadar o'tkir pichoqdan foydalanganimiz yaxshi, chunki oyog'ini mana bu qismidan ochib olamiz. Mana bunday qilib. Mana endi o'sha ochib olgan joyimizdan terisini asta-sekinlik bilan shilib chiqamiz. Mana azizlar, quyonimizdan ham shu joyigacha bo'lgan terisini shilib oldik. Endi qolganini bemalol qo'rqmasdan qo'lda shunday pastga tortamiz. O'zi tozalanib, terisi shunday ajralib chiqadi. Xuddi banan archganday. Mana marhamat. Qo'limizga mana bunday sekatirib olganimiz yaxshi, chunki qayerda qachon kerakligini hozir yana ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana qo'llarini mana bu joyiga kelganimizda sekator bilan kesib olamiz. Bo'ldi, mana marhamat, kalladan tana ajradi, teridan ham tana ajradi mana. Bo'ldi. Terisi kerak bo'lsa olib qo'yasiz. Kerak emas bo'lsa kovlagan joyimizga tashlab olamiz. Menga kerak emas ichini. Bo'ldi, endi ichki a'zolarini tozalashga navbat. Ichki organizmlarni olib tashladim. Mana hozir oyog'ini mana shu joyga kelganda bunday yersiz oyoq sinadi va mana chot ochiladi. Chot ochilganda orasida mana dum g'azasi bo'ladi. Imkon qadar ehtiyotlik bilan kesib yubormaslik uchun shu dum g'azani asta-sekinlik bilan olib tashlaymiz. Chunki bu yerda barcha axlat yig'ilgan bo'ladi. Ya'ni maizchalar deydimi? Mana. Buni ham o'sha ilgari kovlab olingan chuqurga tashlaymiz. Mana pochkasi, quyonni pochkalari qoldi. Yengillarini olib tashlaymiz, lyohkilarini yani. Mana yuragi. Menga ichak chavog'i-yu
kalla pochcha suvi buni hech qayog'i to'g'ri kelmaganligi uchun barcha narsasini tashlab yuboraman. Menga go'shidan boshqa hech narsa kerak emas. Navbat yana mana bu sekatorga. Mana xudo xolasa barra quyon go'shtimiz ham tayyor. Buni endi bemalol dimlamaga imkon qadar dimlamaga zo'r bo'ladi bu. Sizlarga quyon so'yish jarayonini ko'rsatib o'tgan videoroligim yoqqan bo'lsa, albatta video so'ngida like tugmasini bosib qo'ying. Keyinchalik yaxshi zo'r videolarni sizlarga yana ko'rsatib o'tishim uchun. Sog' omon bo'ling. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.